Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo tarafidan butun dunyo musulmonlariga ato qilingan ulug' Qurban hayit kunida turibdimiz. Bu munosabat bilan istiqlol oilasi bo'lish sifatimiz bilan butun dunyodagi aziz xalqimizning ulug' Qurban hayitini chin qalbimizdan tabriklaymiz. Albatta qalblarimizning bir tarafdan xushallik ichida bo'lsak, bu muborak hayit munosabati bilan yana bir tarafimiz yuragimizning yana bir tarafi vatanimizdagi shu azob ichida, alam ichida yashayotgan, bu hayitning haqiqiy xushalligini his qilolmayotgan urug' tuqqanlarimiz, do'st birodarlarimiz, millionlagan xalqimizning azobi uchun azoblanib puchilindi. Har hayitda har bir muhojiratdagi xalqimiz buni hayit namozga chiqqan vaqtida his qiladi. Atrofidagi musulmonlarning xushalligini ko'rgan vaqtida eng chunqur qalbidan bir yuragi yig'laydi bu. Bu har hayitda his qilamiz buni. Shunday bo'lgan bo'lsa-mu, bu muhojiratda qo'limizdan kelgancha, qo'limizdan kelishcha xushallik ichida Rabbimizning ikromi chunki bu hadiyasi o'tkazishga hammanglarni shunday bir xushallik hayit o'tkazishinglarga tilakdoshmiz. Undaqda bu haftalik bugungi xabarimizning tafsilotiga o'tib ketaylik. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Amerika Xitoyning Hong Kongda qurgan organini tanqid qildi. Trump hukumatı Xitoyning Hong Kongda xalqaro murassa tashkiloti qurganligini tanqid qilib, uni Beijingning demokratik qimmat qarashga qarshi quroli deb atadi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi 5-iyun e'lon qilgan bayonotida Amerika vazi muxbirining savoliga javob berib, Amerikaning Xitoyning Hong Kong alohida ma'muriy rayonida murassa tashkiloti qurish planidan xabardor ekanligini, Xitoy rejimining doim xalqaro tashkilotlarni qo'llanib, yer shariviy nazorat harakatini ishga oshiradiganligini, asosiy erkinlikni cheklaydiganligini va Xitoy shirkatlariga afzal fursat yaratib beradiganligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, Hong Kong hukumati 32 davlat bilan Xitoyning 30-may xalqaro murassa tadqiqot o'rni qurish ahdnomasi imzolaganligini e'lon qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi imzo qo'yish marosimida qilgan so'zida bu xalqaro organning talash-tortishlarning tinch hal qilinishini ilgari suralaydiganligini da'vo qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi bo'lsa, Hong Kongning xalqaro talash-tortishni hal qilishda betaraf maydonda turadiganligidan gumonlanadiganligini o'tirg'a qo'ygan. Trump hukumati Xitoyning yaqinqi yillardan buyon Hong Kongdagi fuqarolarning erkinligini cheklash harakatini tanqid qilib, 31 mart parlamentga sungan dokladida bu harakatning Hong Kongda qonun bilan boshqarishni texami buzib tashlab, Hong Kong xalqining insoniy huquqiy va asosiy erkinligiga buzg'unchilik qilish bo'ladiganligini ta'kidlagan. Xitoy Yevropa ittifoqidan Janubiy dengiz talash-tortishiga aralashmasligini talab qildi. Xitoyning Filippindagi bosh elchixonasi Yevropa ittifoqining Janubiy dengizdagi talash-tortishlarning tarafdori emasligini hamda masalaga aralashish huquqining yo'qligini da'vo qildi. Xitoy bosh elchixona bayonotchisi Yevropa ittifoqi tashqi siyosat boshlig'i Kaja Kallasning Filippinning poytaxti Manilaga qilgan ziyorati jarayonida Xitoyning ba'zi Sharq-Janubiy Osiyo davlatlari bilan ziddiyatlik bo'lgan dengiz tavalligi talabi to'g'risidagi andisini ifodalaganligiga qarata bayonot e'lon qilgan. Bosh elchixonaning to'rbetida e'lon qilingan bayonotda Yevropa ittifoqi Janubiy dengizi talash-tortishlarining bir tarafi emas, hamda Xitoy bilan Filippin o'rtasidagi fikr o'xshamasligiga aralashish huquqiga ega emas deganlar da'vo qilingan. Xitoy elchixonasi yana Yevropa ittifoqini Janubiy dengizda avarichilik tug'dirishni to'xtatishga chaqirish bilan birga Filippin hukumatiga suv yo'llariga aloqador talash-tortishlarni hal qilish uchun tashqi kuchlarga tayinib olmasligi kerakligi haqida jar solgan. Yevropa ittifoqi va Filippin bu haftaning 5-ida Kallasning Filippin tashqi ishlar ministri bilan o'tkazgan suhbatidan keyin e'lon qilingan birlashma bayonotida Xitoyning Janubiy dengizda qonunli dengiz okean faoliyatlari bilan shug'ullanayotgan Filippin paraxodlari va aeroplanlarga qaratgan qonunsiz majburlash xarakterlik tajovuzchilik va aldash xarakterlik tadbirlariga qarata andishalari bildirilgan edi. Xitoy navbatda Brunei, Indoneziya, Malayziya, Filippin va Vyetnamning alohida iqtisodiy rayonlarining bir qism joylarini o'z ichiga olgan Janubiy dengizning butunlay tugudak o'ziga tava ekanligini da'vo qilib kelmoqda.
Xalqaro pul fondi tashkiloti savdo urushining ta'sirining Xitoy virusidan ig'ir bo'lganligini bildirdi. Xalqaro pul fondi tashkilotining muavin raisi Gita Gopinath savdo urushining keltirib chiqargan zarbasining taraqqiy qilayotgan bozorlardagi markaziy banklar uchun o'xshamagan ta'sirlarni ko'rsatganligini, bu ahvolning Xitoy virusi yuqumi jarayonidagi pul siyosatini tez sur'atda osonlashtiradigan mezgilga selishtirganda texmi murakkab bir manzara shakllantirganligini bildirdi. U iqtisod vaqt geziti bilan o'tkazgan suhbatida tamojna bojlarining taraqqiy qilayotgan davlatlar va xalqaro pul muomala bozorlariga bo'lgan mo'ljalligisiz salbiy ta'sirlarining markaziy banklarning ishlarini texmi qiyinlashtirayotganligini ta'kidlab, bu qatim Xitoy virusi yuqumi mezgildikiga selishtirganda qiyinchilik texmi cho'ng bo'ladi degan. Gopinath Trumpning savdo siyosatlarining mo'ljalligisiz bo'lishi sababidan taraqqiy qilayotgan bozorlarning tuman ichida qilayotganligini va ahvolning texmi sezgur holga kelganligini ifodalagan. Trump aprel oyida barliq davlatlardan qilinadigan importlarga 10%, po'lat, alyumin va avtomobil mahsulotlariga bo'lsa 25%lik qo'shimcha boj qo'ygan edi. Ammo keyin muzokaralarga muhlat berish uchun bularni iyul oyiga qadar kechiktirgan edi. Oldingi oyda Amerika bilan Xitoy Janvadagi suhbatdan keyin tamojna bejini vaqtliq tuvallatish to'g'risida putishgan bo'lsa-mu, Trump keyin Xitoyni kelishimga xiloflik qilish bilan aybladi. Xitoy bo'lsa bu qilmishini butunlay inkor qilib, Amerika hukumatini aybladi. Juma kuni Trump Pensilvaniya shtatining West Mifflin shahridagi bir yig'ilishda po'lat va alyuminga qaratgan bojni 50% ga o'stiradiganligini va qaytadan yer shari xarakterlik savdo urushi qo'zg'aydiganligini aytdi. Trump 10 davlatga yangi sayohat cheklamasi yo'lga qo'ydi. Amerika prezidenti Donald Trump keng ko'lamli sayohat cheklamasini qaytadan yo'lga qo'ydigan yangi bir farmonga imzo qo'ygan bo'lib, bu farmon 10 davlat fuqarolarining Amerikaga kirishini cheklash bilan bir vaqtda yana bir qancha davlatga cheklamalarni yurgizdi ekan. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, kirishi butunlay cheklangan davlatlar Afg'oniston, Burma, Chad, Kongo, Ekvator Gvineyasi, Eritreya, Haiti, Iran, Liviya, Somali, Sudan va Yaman qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Buningdan boshqa Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo va Venezueladan kelgan ziyoratchilarga ba'zi qattiq cheklamalar yo'lga qo'yildi ekan. Trump farmonga munosabatlik holda Amerikaning va uning xalqining davlat bexatarligi hamda davlat manfaatini qo'g'dash uchun harakat qilishga majburman degan so'zlarni ishlatgan. Bu qadam Trumpning tunji vazifa o'tash mezgilidagi eng talash tortishli siyosatlardan birining qaytadan jonlanganligidan darak berdi. U vaqtda musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan davlatlarni nishon qilgan sayohat cheklamasi keng ko'lamli namoyishlarga va qonuniy e'tiroz bildirishlarga sabab bo'lgan edi. Aqsaray bu qatim davlatlarni tanlashdagi alohida sababni ko'rsatmagan. Trump yana dunyo miqyosida yangi tahdidlar paydo bo'lgan sari boshqa davlatlarning bu tizimlikka qo'shilishi mumkinligini aytgan. Hurmatli ko'rmanlar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamiz ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Bu ulug' Qurbon hayitini xushallik ichida o'tkazishinglarga tekrar tilakdoshimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.